saqlangan bo'ladi. 6-bosqichimizda faol trofika yaralar oyoq pastki uchida, ayniqsa to'piq atrofida yaralarda suyuqliklar ajrab chiqishi, ya'ni yuzaga chiqib ketishi, yara uzoq vaqt bitmasdan infeksion kasallar ham qo'shilishi mumkin. Klinik belgilarida, subyektiv belgilarda bemor sezadigan darajada oyoqlarda og'riq hissi bo'ladi, ayniqsa kechqurunlarda. Tirishlar, ayniqsa tunda achish, to'liq qizish yoki sovqotishlar, shiyish paydo bo'lishi mumkin. Obyektiv belgilarda shifokorlar aniqlaydigan kengaygan egri-bugri venalarni, teri pigmentatsiyasi quriganini yoki trofikasi o'zgarganini, ya'ni ekzemalar, yaralar paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Tromboflebit, og'riqli qattiqlashgan tomirlar, bo'laklarni ko'rishimiz mumkin klinikasida. Qon tomir devorini o'tkazuvchanligini buzilganini hisobiga domla. Gemodinamik buzilishlar, dimlar, qonni venalarda bosim qolib ketishi. Tekshirish usullariga o'tamiz. Tekshirish usullarida anamnezni, umumiy ko'riklar, boshdan anamnez yig'ish, bemorning asosan shikoyatlari so'raladi. Og'riq bor yo'qligi, qichishi, kechqurunda yo'qsa oyoqlardagi ishlar bor yo'g'i, charchoqlar hissini so'raladi. Ko'rik paytida oyoqlarda kengaygan venalar, tugunlar, pigmentatsiyalar, palpatsiya qilinganda qo'lga bilinishi, trof yaralarni ham ko'rishimiz mumkin. Tik turgan holatlarda ko'rish o'tkaziladi, chunki venos kengayishi shu holatda asosan yaxshiroq ko'rinadi. Bunun bilan palpatsiyada kengaygan venalarda ularning tarangligi ortganini ham ko'rishimiz mumkin. Tromboz yoki tromboflebit belgilarini e'tiborga qaratilishi lozim bo'ladi. Funksional sinamalar o'tkaziladi tekshiruv usullariga. Bu sinamalar venos klapanlar faoliyatini va qonni qayta oqishni aniqlash uchun qo'llaniladi. Trendelenburg sinomasi o'tkaziladi. Bemor yotgan holatda oyoqlariga venalar bo'shatiladi. Son venasini yuqori qismidan jigit bog'lanadi. So'ngra bemor ortda qayta turgiziladi. Bandaj qo'yib ko'rish mumkin. Klapan yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Bandaj yechilganda venalarda tez to'lsa venalar, shunda klapan yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Prat sinomasi bor. Oyoq sira spiral tarzda elastik bandaj o'raladi. So'ngra tik turgan pastga yuqoriga qaratilgan bosim o'zgarishi qarab og'riq yoki vena bo'lishi patologiyasi, reflukslar belgisini ko'ramiz. Ya'ni klapan yetishmovchiligida refluks holatda qonni orqaga qaytishi, venadan yana pastga qaytishi kuzatilishi mumkin. Delbel-Pett sinomasi oyoq venalaridan bog'lanib qo'yilgandan keyin bemor 5-10 daqiqada yurgiziladi. Sirtda venalarda bo'shashish, chuqur venalarda o'tkazuvchanligi buzilganligi ko'rish mumkin. Bo'rtib chiqsa, chuqur venalarda tromboz, ya'ni tromb bo'lish ham mumkin. Sheyns-Genberg sinomasi bor. Kichik venalar va periferal yuzaki venalarni klapan faoliyatini aniqlash uchun ishlatiladi bu tekshiruv usullarimiz. Endi tekshiruv usullariga kiritishimiz mumkin instrumental tekshiruvlar. Doppler ultradopplerografiya UZDG varkozda asosiy 6 standart tekshiruv usullaridan hisoblanadi. UZL ko'rilganda venalarda qon tomir devorining kengligi, qayerlarda trombo hosil bo'lganligi yoki klapan yetishmovchilik bo'layotganligi, refluksiya bor yo'qligini aniqlashimiz bunda aniq ko'rilishi mumkin. Venaz oqim yo'nalishi, tezligi, klapan yetishmovchiligini, tromb bor yo'qligini ham to'shni ko'rsa bo'ladi. Invaziv asosiy afzalliklari invaziv emas, og'riqsiz, yuqori aniqlikda beriladi. Endi hozir bu tomonga Abrorbek dopplerografiyaga kelganda hozirgi oxirgi
oxirgi variantlar tekshirish usullari doplografiya instrumentlarida oxirgi seriyalar hattoki oldingi 3-chi davrda 4-chi 5-chi davrda chiqqanlar hattoki Kravatokni gemodinamikasini beradi. Qon aylanishini tezligini, qayda pastligi, qayda tez o'zini programmasi bor. Ashuni polностью chiqarib beradi. Chiqarib bergan taqdirda faqat ichkarigi emas, tashqari aberrantning venalarida ham hamma yoqda bitta kartina katta diagramma qilib chiqarib berish imkoniyati bor. Sababi nima? Nima kerak afzalligi? Abrorbek aytgandek, birinchi bu kam invaziv yoki non invaziv deymiz. Undan ham xarakteristika informatsiya juda katta. Ayniqsa operatsiyadan oldingi tekshirishda. Tushunarlimi? Davom eting. Flebografiya kontrast orqali rentgen usulida ko'rish. Venaga kontrast moddasi yuboriladi, rentgen tasviri olinadi. Qo'llanishi murakkab holatlarda chuqur venalarda trombozni aniqlash maqsadida qilinadi. Kamchilik kontrastga moddasiga allergiyasi bor va invaziv allergenligi borligi uchun bu usullardan ko'p hozir foydalanmaydi. Fotoplazmografiyami? Fotoplazmografia venöz qon oqimini dinamikasini maxsus sensor yordamida baholanadi. Afzallik funksional tahlil beradi, ammo klinik amaliyotda kam qo'llaniladi. Bu ham kompyuter tomografiyasi, KT yoki magnitli rezonans flebografiya. Murakkab qaytalanayotgan yoki operatsiyadan oldin tayyorlanayotgan bemorlarda chuqur venalarni anatomiyasini aniqlash maqsadida ishlatiladi bu usul. Qo'shimcha laboratoriya tekshiruv usullari ham qo'llaniladi. Koagulogramma. To'xtab turing, endi bu yerda tezligini baholash. Abrorbek, buni tekshirish usullaridan eng asosiysi flebografiya. Hozirgi eng zamonaviy. Endi kontrast moddani kirgizish yoki kontrastni flebografiya sal eski qolgan. Lekin o'ziga yarasha hozirgi paytda ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar bor. Tushunarlimi? Bularni hozirgi aytgan tekshirish usullaridan ichida eng zamonaviy, eng informatsiya ko'p beradigan bu flebografiya chiqqan. Tushunarlimi? Hattoki trombni lokalizatsiyasini ko'rsatib, uni rasmini ham chiqib beradi. Operatsiyaga fleboxirurglarga bu juda ma'qul keladigan tekshirish usullari. Eng объемный и eng informatsiya ko'p beradigan tekshirish usuli. Davom eting. Hozir bir aytmoqlar. Qo'shimcha laboratoriya tekshiruv usullarimiz. Koagulogramma qon evish tizimini baholash, tromb bor yo'qligini aniqlash uchun tekshiruv o'tkaziladi. Umumiy qon tahlili, yallig'lanish belgisi bor yo'qligini belgisini aniqlash maqsadida biokimyo umumiy ahvolni, biokimyo tahlillar umumiy ahvolni baholashda yordam beradi. Varikoz kasalligi to'liq baholashda klinik ko'rik, doplografiya eng muhim diagnostika flebografiya kombinatsiya hisoblanadi. Funksional sinamalar oddiy va tez baho beradi, ammo zamonaviy ultratovush tekshiruv usullari aniq tashxis qo'yishga, jarrohlik rejasini tuzishlikka katta imkoniyatlar beradi. Davolangan ko'rsatmalar. Kengaygan sirtqi venalar, estetik defektlar, oyoqlardagi og'riqlar, shishlar, og'riq teri trofikasining o'zgarishlari, pigmentatsiyasi, ekzema, yaralar, tromboz yoki tromboflebit xavfini konservativ davo uncha olmasligi mumkin. Xirurgik davoda to'liq bu narsalarni oldini olib qolishimiz ko'proq kuzatiladi. Asosiy operatsiya usullaridan klassik flebektomiya, Babcock usuli eng qadimgi ammo samarali usullardan hisoblanadi. Babcock usuli nimasi? Katta yoki kichik venalarda sfenasiyaning proximal bog'lanishi krosektomiya. Katta yoki kichik venani sfenasiyaning proximal
bog'lanadi, kestektomiya qilinadi. Kengaygan vena maxsus zond yordamida tortib chiqarish kuzatiladi, stripping. Kichik shoxchalari mikro kesmalar orqali olib tashlanishi ham mumkin. Ishonchli, afzalliklari ishonchli, to'liq hisoblanadi. Kamchilik og'riq, ko'karish yoki reabilitatsiyasi sekinroq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Liton va Felder operatsiyalari ham bor. Liton va Felder operatsiyalarida, ya'ni varikoz kengayishda venozepsion jarrohlik yo'li bilan olib tashlanadi. Ushbu operatsiya orqali oyoq venalarida qon aylanishini tiklash va patologik qaytish oqimini oldini olish mumkin. Liton operatsiyasi oyoqning orqa ichki yuzasidagi chuqur venalar bilan yuzaki venalar orasidagi patologik anastomozlarni, bog'lanishlarini bog'lab qo'yish bilan bajariladi. Bu usul asosan venoz qonni teskari oqishini to'xtatish uchun qo'llaniladi. Yuzaki va chuqur orqasidagi anastomozlar topilib, bog'lanish va kesmalar hosil qilish mumkin. Bundan so'ng Endi mashinaga Abrorbek. Muller usulida. Abrorbek, mashinaga men hozir bir ikkita slaydlarni ko'rsataman sizlarga. Klassik operatsiya usullari eng haligi ko'p yildan beri ishlatib turgan, lekin hayot bir joyda turmaydi. Xirurgiya ko'p rivojlanadi, yangi usullar paydo bo'lgan. Lekin yangi usullarni bilishdan oldin eski usullarni ko'rmay turib, ularni analiz qilib, bitta xulosaga kelmagancha yangilik chiqmaydi. To'g'rimi bolalar? Shuning uchun hozir sizlarga konkretni bu operatsiya turlarini ko'rsatib beraman. Tayyor? Tashing. Ekranda chiqmaydi. Ko'rinyaptimi? Bu mahallaya o'zimiz slaydda turibdi adashmasam. Endichi? Yo'q. Endichi? Ko'rindimi? Mana qaranglar, oddiy Bebkok operatsiyasi qaranglar. Asosiy varianti bu. O temadagi bedrini venadan boshlab vena stopalariga oldin katta razrez qilib olib tashardi. Keyin mana A, B degan joylarda ahamiyat bersinlar. Trossoviy zond ishlatishga kirishgan. Endi bu operatsiyalar qanaqa operatsiyalar? Eski. Birinchidan, ikkinchidan travmasi, operatsion travma juda katta. Endi o'ylab ko'ringlar, bedrodan oxirigacha kichkina razrez qilgan taqdirda ham hammasini birdaniga masalan summa qilsangiz 40-50 santimetrdan oshib ketadi. Bu juda ko'p travma beradigan operatsiyalar. Tushunarlimi? Venani ustidan topib, birin-ketin paytapni qilib ochib, uni olib tashlaydigan birinchi operatsiya eski usullari. Endi hozir yangi usullar chiqqan, hozir Abrorbek uni aytib beradilar. Hozirgi yangi usul Abrorbek. minifilebektomiya, Muller usulida qilinadigan kichik kesmalar. Davom etaveringmi? Davom etavering. Minifilebektomiya. Muller usulida kichik kesmalar 2-3 mm orqali maxsus ilgaklar yordamida kengaygan tomirlarni o'tashlanadi. Kasbiyat jihatidan yaxshi, chandiqsiz qo'llaniladi. Kichik joylashgan varikoz tugunlarini tez nima qilish xususiyatiga
Endi Venus lazer oblatsiyasi venaga lazer tolalari keltirib, ichki devorlari termik yoqish orqali yopiladi. Vena devorlarini yopib tashlanadi, afzalliklari kesmasiz, faqat igna kirish orqali kuzatilishi mumkin. Ambulator sharoitda ham bu operatsiyalar qo'llansa bo'ladi. Qon yo'qotishsiz va tez tiklanish xususiyatiga ega. Kamchiliklari qimmat azob uskunalariga bog'liq. Ko'rinyaptimi? Mana bu bilektomiyasi. Protokol yordamida kirilyapti. Vena topilib, tortib chiqib turib, olib tashlanadi. Tortilgan yerini. Skleroterapiya kengaygan venaga maxsus eritma sklerorezonans yuboriladi va tomir devorlari yopishtirib tashlanadi. Uni so'rilishiga olib keladi. Yopishtirib tashlanib, uni so'rilishiga olib keladi. Turlar oddiy skleroterapiya, ko'riki, faol modda formulasi ko'proq samarali, afzalliklari kesmasiz, kosmetik, tez natija beruvchi, kamchiliklar esa qaytalanish xavfi juda yuqori hisoblanadi. Kasektomiya. Mana bu skleroterapiya. Kasektomiya katta vena seksiyasini son venasiga quyilishi joyida bog'lanishi mumkin. Ko'pincha boshqa usullar bilan birgalikda bajariladi. Masalan, stripping bilan birga qo'llaniladi bu usul. Mana bu skleroterapiya. Qon tomirlarga nima jo'natib turib, kontrastni nima jo'natib, tomirni yopishtirib tashlanadi va sog'lom nimadan qayta yo'nalib, qon sog'lom hududga o'tishni boshlaydi. Mana 1 minutga Abrorbek, mana katta operatsiyani eski traditsion operatsiyadan mini-invaziv xirurgiyadan boshladik. Oxiri nihoyatda kam yoki skleroterapiya, lazer terapiya bilan davolash qaradik, lekin bitta narsani tushunish kerak. Har bitta operatsiyani o'zini ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar bor. Tushunarlimi? Qachon qayerda ishlatishdi buni usullarini? Bu kasalda ahvoliga, lokatsiyaviy o'zgarishlarga, tekshirish usullarini rezultatlariga bog'liq. Hamma hisob-kitob qilib, mana shu har bitta kasalda o'ziga yarasha operatsiyasini tanlab bajarish kerak. Har bittasiga bir xilda ketavermaydi. Tushunarlimi bolalar? Davom eting. Operatsiyadan keyingi davrda elastik bandaj yoki kompression paypoq kiyish, yurish va yengil harakatlanish tavsiya etiladi. Antikoagulyant va venotik dorilar buyuriladi. Og'ir jismoniy yuklamalar, issiq vannalar va saunalar vaqtinchalik saqlanishi buyuriladi bemorimizga. Bunday asoratlar trombofilibit, kengaygan venalarda yallig'lanish va tromb hosil bo'lishi, tromboemboliyalar xavfi bo'lishi mumkin. Trof yaralar, uzoq bitmaydigan yaralar paydo qilishi mumkin. Bu varikoz kasalligida oyoq terisining pigmentatsiyasi, fibroliz o'zgarishlar kuzatilishi ham mumkin. Bular asoratlariga kiradi. Xulosa, varikoz kasalligidagi xirurgik davolash usullarida bemorning klinik holati, venalarning anatomik tuzilishi va asoratlariga qarab tanlanadi. Zamonaviy endovenöz lazer, radiochastotali ablatsiya usullari, minimal invaziyalar va tez tiklanishlar bilan afzal hisoblanadi. E'tibor uchun rahmat. Savollar bormi, yo'qmi? Bir taklif bor. Hozir mana 628 aloqaga chiqmadi, 631 aloqaga chiqmadi. Doblalari o'zlari hal qiladi buni keyin. Dobla 128 dan bormi? Men boshda aytdim-ku. Kim dedingiz? Isaljon va Gulizro 628 dan. Starsda kim? Davlat Saq Johiromur 628 dan. Hozir Abrorbek bitta gapni aytaman, xulosa chiqaringlar, hammalaring shunday qilasizlar. Abrorbek Odamlar. bizni gruppani
bor yo'g'ini screenshot qilib bizga tashlab berasiz. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Javohir bugun gap qo'y. Abrorbek. Abrorbek. Domla bu hisob qo'ymoqda. Domla eshitmay qoldi. Keldi ketdini screenshot qilib menga tashlab bering. Eshityapman domla. Bo'ldi, domla tashlab qo'yamiz hozir. Tashlab qo'yingda, ertaga inshaalloh Xudo xolasa Abrorbek bilan telefonlashamiz. Personaldan o'zimning gruppa bilan Telegram kanalda uchrashamiz. Telegramda. Xo'p, domla. Eshitdinglar? Kelishdik-a? Domla Windows bizniki o'tib ketaverdi, ikkinchisiga tanlovsini bolalar. Taylanursin. Xo'p, Hammalaringga rahmat. Qatnashganlaringga rahmat. Qatnashmaganlar o'zlari xulosa chiqarsin.